Yana sizmi? Kecha bir narsani oxiriga yetmasdan ketib qolibman. Bilasizmi opajon? Agar narkoz keragidan ortiqroq berilsa-chi, chiqimidan qochmasdim. Qattiqroq uxlasa degandim. Uxlasa-yu keyin o'shanaqasi ketaversa bo'ladimi? Bu nima deganingiz? Siz joydamasizmi? Joyda? Tomi ketganlardan emasmi, opajon? Xotinimning bu qadar azob chekishiga xotirjam qarab tura olmayman, opa. Chet elda bunga ruxsat berishadi-ku. Shuning uchun men ham xotinimni azobdan qutulishini istayman, shuni olib qo'ysangiz iltimos. Sen ahmoq ekansan. Tarang qilmasdan mana shuni sekingina olib qo'ysangiz. Keyin narkozni ko'proq jo'natsangiz, hech kim bilmaydi, men da'vo qilmayman, opa. Basharang qursin, vahshiy. O'sha pulingni. Odammisan sen? Qarg'amang, opajon. Nega qarg'aysiz? Sen nima deyotganingni bilyapsanmi o'zi? Nima debman? Operatsiya paytida uyg'onib ketmasin. Sal narkozni ko'proq bering dedim. Shunga shunchami, opa? Meni go'l kalta fahm deb o'ylayapsanmi? Ikkinchi qadamingni bosma bu yerga. Agar hozir ketmasang, militsiya chaqiraman. Hey, menga qara. Nima bu, onangni uyimi bu? Menga shallaqlik qilasan? Ha? Menga qara. Agar xotinimga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, hammangni izingni qurtaman, tushundingmi? Endi bu yo'lga o'tdingmi? Insofsiz. Hayf sendek odamlarga.